Sirdaryo viloyatida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalar uchun zamonaviy va qulay sharoitlar yaratish borasidagi ishlar izchil davom etmoqda. Xovos, Sayxunobod va Mirzaobod tumanlarida bir qator davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rekonstruksiya qilinib, zamonaviy qiyofada foydalanishga topshirildi. 120 o'ringa mo'ljallangan muassasada amalga oshirilgan qurilish va rekonstruksiya ishlari natijasida yangi bino barpo etildi va mavjud inshootlar kapital ta'mirlandi. Loyihaga jami 6 milliard 89 million so'm mablag' yo'naltirildi. Bugungi kun bolajonlarimiz uchun eng quvonchli kunlardan biri bo'ldi. Chunki prezidentimizning o'sha 2021-yilda qabul qilgan 93-sonli qarorlar asosida Xovos tumanidagi Yangiyer mahallasida joylashgan 13-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham kapital rekonstruksiyadan hamda yangi qurilishga tushdi va bugungi kunda ilgari 120 ta bolani qamrab olgan bo'lsak, bugungi kunga kelib 210 nafar bolani qamrab olishga muvaffaq bo'ldik. Shu kuni Sayxunobod tumanining Gulbuloq mahallasida joylashgan 2-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham foydalanishga topshirildi. 1993-yilda 90 o'rinli qilib qurilgan muassasa keng ko'lamli rekonstruksiya ishlaridan so'ng mutlaqo yangi zamonaviy qiyofa kasb etdi. Eng muhimi, uning quvvati 150 o'ringa yetkazilib, yanada ko'proq bolajonlarni maktabgacha ta'lim imkoniyati yaratildi. Gulbuloq mahallasida joylashgan yana bir 3-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham foydalanishga topshirildi. Ushbu ta'lim maskani 1972-yilda 90 o'ringa mo'ljallab qurilgan edi. Bugun esa qurilish, ta'mirlash ishlaridan so'ng muassasa to'liq zamonaviy qiyofa kasb etib, quvvati 150 o'ringa yetkazildi. Tumanning Mustaqillik mahallasi aholisining ham quvonchi cheksiz. Gap shundaki, 120 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z eshiklarini bolajonlar uchun ochdi. Zamonaviy loyiha asosida qurilgan muassasa 5-sonli davlat nomi. Shuningdek, Paxtaobod mahallasida joylashgan 17-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham keng ko'lamli qurilish, ta'mirlash ishlaridan keyin zamonaviy qiyofa kasb etdi. 1972-yilda 90 o'rinli qilib qurilgan muassasa rekonstruksiya natijasida 180 o'rinli zamonaviy ta'lim maskaniga aylantirildi. Yana bir quvonchli jihati, Mirzaobod tumanining Dehqonobod mahallasida joylashgan 17-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining topshirilishi ham aholi uchun qo'shaloq bayramga aylandi. 90 nafar tarbiyalanuvchiga mo'ljallangan muassasa qayta ta'mirlash va kengaytirish ishlari natijasida 150 o'ringa ega bo'ldi. Muassasada barcha xonalar mukammal ta'mirlanib, zamonaviy jihozlar o'rnatildi. Bolalarning xavfsizligi, sog'lom ovqatlanishi va sifatli ta'lim olishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Mazkur ta'lim muassasalarining foydalanishga topshirilishi maktabgacha ta'lim qamrovini sezilarli darajada oshirish, mahalladagi oilalarga qulaylik yaratish hamda bolalarning munosib ta'lim-tarbiya olishiga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy loyihalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.